Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? LG brenddan yana bitta yangilik. Juda ham ko'p kutgan narsam bu mani. Chunki katta setlar rosa qimmat edi. To'g'risi kimgadir arzon tuyulgan bilan kimgadir qimmatlik qilyapti. Mi Bag yuzdagi dog'larimiz uchun bu chiga o'xshab mamna qilib yopishtirilar ekan. Maskaga o'xshaydi, materialga o'xshagan narsa maskali. Yuzimizda qattiq dog' bo'lsa sho'tlagan buni yopishtirib qo'yib kamida 40 minutmi yarim soatmi o'tirsak yuzimizdagi dog'larni xiralashtirib beradi. Hech qachon dog'lar 100% yo'q bo'lib ketmagan har doim yuzimizda, lekin yuzimizdagi dog'larni xiralashtirib beradi. Keyin Ohu brendiniki bilasizlar, Ohu brend har doim Ohu har doim sal qimmatroq yurgan Koreya brendi. Bu Ohu brendidan ekan. Buni ichida 100 ta bor ekan, mana shunaqadan 100 ta bor. Buni kechqurun yuzingizga yopishtirib qo'yib, kino ko'rasizlarmi, xohlasanglar TikTokda o'tirasizlarmi, xohlagancha qilsanglar ham yuzingizda bir mishet bermaydi. Keyin juda ham namlantiruvchi anosi bor ekan ichida. So'mbuni bor ekan. Bu yuzimizdagi shu dog'larni xiralashtirib beruvchi narsa. Buni narxi 100 tasi, bitta idishga kirgan 100 tasi buni 25 ming. 25 mingga 100 ta. Kamida masalan ikkitasini yopishtiraman deganda ham buni bemalol 50 kun ishlatsanglar bo'ladi. Yo'q, menda yuzimda kamroq desanglar, bir tomonda yo bo'lmasam desanglar, bir tomoningizga yopishtirsanglar ham 100 kun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bir kunda bir mahal kechqurun. Sog' bo'linglar. Juda ham zo'r narsalar. Yangi kelgan LG ning brend narsalarini sizlarga ko'rsatib boraman. 25 ming 100 tasi.